Bizada yana yangilik olib turibdi. Shu persepimiz, perseplarni cho'kallarda atib ishlab boshladik. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Persepimizning razmeri 1.30 ga 2.30 atib ishlayapmiz. Cho'kallardan persepimiz bort balandligi 50 sm. Xudo xolasa buni hozir cho'kalish jarayonlarini ishlashini saqlam yuk ko'taradi. Hammasini bir qator ko'rsatib o'tamiz. İşleyiş tartibi Togulayamiz maşından 12 voltda çıkadı bu. Yine şunun balandligidan çökerledi. Xudo xolasa azmını teraziye koyamızdan üstüne yük yüklep göremiz. Saqlam yükünü ko'tarib tushiradi ekan. Tushirib bo'lgandan keyin yo'lda ko'tarilib ketmasligi uchun zamok qo'yganmiz. Shunday tarzda ilib ketilaveradi. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa buni kapılarını zil maşinlarga deb ishlayapmiz. Kapotni olib qo'yib yurish shart emas. Shu polasini olib, zamok ochilib, shuni ishlab qo'yganmiz, shuni tiqilib duraveradi. Kapot tushib ketmaydi. Kapılar ham xuddi shu tarzda ochiladi mana. 660 ekan. Общий veshdan buni qaytamiz. Saqlam yuklangani bilinadi. Shalimizni yuklab chiqdik. Shakllar chiqadi ekan, keyin cho'karishini ham ko'ramiz. 2 tonna 460. Parasi 1 tonna 660 kg ko'rganlaringizdek. Yuk bilan shalatganmiz 2 tonna 460 kg chiqqan. Ayirsa 800 kg ham go'sht usta. Qiynalmaydi, yaxshi cho'karib turibdi. 1 tonna olsam, xudo xolasa cho'karadi. Xudo xolasa shu polasini shunday olamiz. Shu polasimiz shura qo'yiladi. Ikkisine bir polas, har qaysisi uchun bir instrument olib yurilmaydi. Eldan ham shunday kurchok qo'yganmiz. Buni ham chiqaramiz. Bu ko'tarilib ketmasligi uchun straxovka qiladi. Xudo xolasa hozir cho'karishini ham ko'ramiz. Bir persep şalı qiynalmasdan cho'karib turibdi. Bu knopkasini salonning ichine joylashtirsam bo'ladi. Hech pastda durib yurmaydi, salonda durib cho'karilaveradi. Yurtdoshlar, xudo xolasa persepimiz sotuvda bor. Bemalol avtopersepga murojaat etib kelaverasizlar. Persepimiz razmeri 1.30 ga 2.30, bort balandligi 50 cm. Narxına keladigan bo'lsak, narxi 15 milyon so'm. Gelişemiz. Bemalol kelaverasizlar.